Kutubxona mishmishi. She'riy masal. Bir kuni deng o'rmon ichra quyon yuribdi. Mish-mish bilan og'zini tinmay uribdi. Ey hayvonlar, yangilik bor, quloq tuting. Eshitganlar darmonda, eshitmagan armonda. Odamlar bizni kuzatib yozibdilar qog'ozga. Hayvonlar haqida kitob chiqibdi, to'p rosa. Kutubxona deyilgan joy hammaga ochiq emish. Kitob tekin beriladi. Navbat ham bor. Bu ish. Baqa hayron. Quva. Elektr kitob? Nima u o'zi? Quva. To'q urmaydimi bizni? Bu xavfli emasmi do'stim? Quva. Quyon, rost aytyapsanmi bu so'zni? O'rtasiga o'rmon kirmasin bas bu ko'zgu. Tulki dedi. Hoy, to'xtanglar. G'iybatchi bo'lmanglar. Mishmishga ishonib, yuragingizni yormanglar. Shohga boraylik. Dono u, fikri rost. Bu ishni hal qiladi. Haqiqatni aytib post. Echki xola yurmaydi. Mening holim og'ir. Uyda bolam yolg'iz. Ishlarim ham juda ko'p. Bo'ri dedi. Au! Hoy, echki kampir. Ana, uyingga men boraman. Sen ketaver. Au! Bolalaringga men qarayman. Sen hech xavotir qilma. Au! Boraver. Ketishdi shoh huzuriga butun hayvonlar. Sokin, ammo qalblarida minglab savollar. Shoh ularni kutib oldi, jiddiy, ammo yumshoqlik bilan. Ey, tinchlikmi do'stlar? Nimadir bo'ldimi chinakam? Quyon so'z boshlab berdi. Shohim, mish-mish ko'paydi. O'rmon ichra kitob chiqibdi biz haqimizda. Odamlar yurak to'la ishda. Kutubxona ochilibdi. Qog'oz, elektron, audiomish. Bu narsa xavfmi bizga? Yo, yaxshi narsa yoki bo'larmikin so'z, ha? Shoh kulib dedi. Ey azizlarim, eshiting meni bir zum. Bilim bu daryo, undan ichgan to'ymaydi hech kim. Kutubxona esa bu nafas, bu mo'jiza, bu nur. Yomonlik emas, balki bilimga ochiq yo'l, bir zanjir. Elektr kitob urmaydi baqa. Sen hech ham qo'rqma. U quloqqa hikoya bo'lib kiradi, shirin orzu kabi yana. Demak, bu yangilikdan qo'rqmanglar hayvonlar. O'rganinglar, anglanglar va to'xtatinglar bu g'iybatlar. Mish-mish bilan yurmasdan rostni bilinglar. Donolik bilan o'rmonni asranglar. Mana o'zgarish, kelinglar. Hayvonlar bir-biriga qaradi, ko'zda nur bilan. Quyon bosh egib dedi. Bu so'zlar chin, haqiqiydir. Shu kundan boshlab o'rmon ahli donolik izlab, kutubxonani o'rganib, anglab yashar tinch va ozod ravishda ravshan saboq olib. Xulosa shu do'stim, kim bo'lmang yo nima qilmang, albatta o'qing. Kutubxona tanlamang, balki kitob tanlang. Kerakli va albatta sifatli topmoqchimisiz? Bu kitoblar shaksiz Zafarobod tuman kutubxonasida. Marhamat, keling.